الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين الله تعالى hamd sanolar bo'lsin payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Boya payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni o'sha bir necha o'zlariga xos masalalar haqida ancha musobaqa qilib suhbatlashdik va mana shu joyda aytdikki, bir kishi aytdi, demak payg'ambarimiz so'zidan ko'ra ovozni ko'tarish mumkin emas dedik. Va mana shu joyda oyat karimani dalil qilib aytildiki, tirikligida o'zlarining huzurlarida, dunyodan o'tganlarida esa u kishining sunnatlari aytilayotgan vaqtda. Bu masala doim ko'p eslatiladi. Hozir ham mana shu masalani jamoatimizga bir eslatib, keyin masalamizni boshlamoqchimiz. Amalul qulub, biz bu tungi namozlarimizda qalb amallari haqida jamoatga bayon qilyapmiz. Qalb amallari eng muhim va eng nozik va eng kerak masalalardan biri bo'lib hisoblanadi. Qaysi insonning qalbi isloh bo'lsa, bu insonning hamma narsasi isloh bo'ldi. Qaysi insonning qalbi buzilsa, uni hamma narsasi buzildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, "Va inna fil jasadi la mudghatan." Insonning jasadi bor va jasadida bir bo'lak joyi bor. Ida salahat salahal jasadu kulluhu. Agar o'sha bir bo'lak joyi solih, isloh bo'ladigan bo'lsa, butun jasad yaxshi bo'ldi. Va ida fasadat fasadal jasadu kulluhu. O'sha joy buzilib, aynib o'zgarib qoladigan bo'lsa, jasadning hammasi nima bo'ldi? Buzildi. Ala vahiyal qalb dedilar. Bu sizlarning qalblaring emasmi dedilar. Mufsidatul qulubda kecha Alloh subhanahu va taolo bilan xilvatda qolishlik, yolg'iz qolishlik, suhbatlashishlik, duo qilishlik, Allohga iltijo qilishlik, tavba qilishlik degan masalani o'tdik. Bugun jamoatimizga qalbni nimalar buzib yuboradi? Keyingi safar ajabmas qalbni nimalar isloh qiladi degan masalani o'tsak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Yawma la yanfa'u malun va la banun illa man atalloha biqalbin salim" der. Boshinglarga, ustinglarga shunday bir kun keladi. Mol dunyo, bola chaqa hech u kunda foyda qilmaydi. Faqatgina salomat qalb bilan kelgan insongina najot topadi deyapti, u qiyomat kuni. Luqmon Alloh taolo u kishi haqida bir sura tushirdi. Tashqi ko'rinishi bir xunuk inson edi. Bir rangi qora edi. Boshi mayizlash, bo'yi esa kichkina bir ko'rimsizgina inson bo'lgan. Lekin Alloh taolo u kishi haqida sura tushirdi. Luqmon Hakim deb hammamiz taniymiz. Va izqala Luqmanu libnihi, farzandiga qilgan nasihatlari bor. Ammo tashqi ko'rinishi bir ahvolda, ichki ko'rinishi esa o'ta go'zal bo'lgan. Shuning uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda "Innalloha la yanzuru ila suwarikum va la ila ajsamikum." Alloh taolo sizlarning tashqi suratingga qarab jannatga kirgizmaydi va sizlarning jismlaringga qarab Alloh taolo jannatga kirgizmaydi. Amwalikum, mol mulklaringga qarab ham jannatga kirgizmaydi. Walakin yanzuru ila qulubikum dedilar. Lekin Alloh taolo sizlarning qalblaringga qaraydi dedi. Shuning uchun ba'zi bir olim odamlarimizning bir go'zal so'zlari bor. Ad-dinu laysa mazhar. Din tashqi ko'rinish emas. Din tashqi ko'rinish emas. Din nima desa, taqvo kiyimda, boshda, belda, oyoqda, yuzda emas. At-taqwa ha huna dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. At-taqwa ha huna. At-taqwa ha huna va yushiru ila sadrihi 3 marratin. 3 marotaba payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qalblariga ishora qilib, taqvo shu joyda. Taqvoilar mana bu joyda. Qo'rquv mana bu joyda degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mashhur hadislari bor. Bu albatta muqaddima. Qalbni buzib yuboradigan amallar bugungisi. Birinchisi, qaysi inson amallarni riyo uchun, sum'a uchun, elga ko'rsatish uchun, bildirish uchun, maqtov olishlik uchun, obro'ga erishishlik uchun, boshqalarning yanında ajrab turishlik uchun qilayotgan inson qalbi buzuq. Qalblari buzuq birodarlar. Qancha amal qiladi, qancha charchoq qiladi, qancha harakat qiladi. So'ngra va nihoyatda nima bo'ladi desa, eshmatvoy, toshmatvoy, falonchijon, allonchijon yoki fistonchijon xo'ja ko'rsin, xo'ja eshitsin degan ma'noda amal qilayotgan bo'lsa, hammasi bir pulda. Nima deyapti? Va qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Qiyomat kunida uni hamma qilgan amallarini jamlab olib kelamiz deyapti Alloh taolo. Yo'q qilmaydi. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan va la kabiratan illa ahsaha. Qanday kitob bu deydi qiyomat kunida? Bu qanday kitob bo'ldiki, buni ichida bir kichik amallar ham qolmabdi, katta amallar ham qolmabdi, illa ahsaha. Hammasini yozib, chizib qo'yibdi-yu. Ikkinchi odamchi desa, u riyokor bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Uni amallari nima qilinadi deyapti? Va qadimna ila ma amilu min amali.
uni barcha qilgan amallarni olib kelamiz. Faja'alnahu haba'an mansura, qilgan amallarni chang, to'zon, shamol qilib uchirib yuboramiz deb birodar. Shuning uchun qalbi buzuq odamning birinchi maqsadi nima bo'ladi desa, riyo bo'ladi ekan. Sum'a bo'ladi. Xo'ja ko'rsin, odamlarga ko'rsatib qo'yishlik yoki odamlarga nima qilib qo'yishlik bo'ladi? Eshittirib qo'yishlik. Qalbni buzib yuboradigan amallarning keyingisi, hurmatli jamoat, bir-biriga bular qarindoshlar emas, bir-birini chaqiradi. Ko'p degan so'z. Ko'p yoki oshiqcha. Oshiqcha yoki ko'p yeyishlik. Ko'p yegan odam ko'p ichadi. Ko'p ichishlik ikkalasi birga. Ko'p gapirishlik. Ko'p uxlashlik. Ana ularning hammasi qalbni buzib tashlaydi. Birinchidan boshlaydigan bo'lsak, ko'p yeyishlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sunnatda aytdilar. Oshqozoninglarni ehtiyot qilinglar. 3 qismga bo'linglar. Bir qismida ovqat tursin. Bir qismida suv tursin, ko'p yeyishlik, ko'p ichishlik. Bir qismida esa havo tursin dedilar. Ana Oysha onamizdan rivoyat qilingan hadisda keladiki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan biz deydi, Oysha onamiz payg'ambarimiz turmush o'rtoqlari. Biz deydi, hilal, summal hilal, summal hilal deydi. Bir oy ovqatlanmardik. Ovqat yo'q. Keyingi oy ovqat yo'q. Ba'zan 3-oyga o'tib ketardik deydi. Bu nima degani? Qanday qilib ovqatlanardilar unda desa, asvadan degan. Xurmo bilan suv. Xurmo bilan suv. Bir kishiga mana o'sha anaqa munosabat bo'lganda bir kishiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir mutakabbirga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xurmo berdi. Bitta xurmo berdi. Mana shu xurmoni yeng dedi. Haliga aytdi. Bitta xurmoya nima qilaman dedi. Ko'proq bermaysiz dedi. Mana yoshligimizdagi multfilmga o'xshab yalmog'iz meni aldabdi deydi. Bu dedi bitta xurmoni nima qilaman dedi. Bermaysiz ko'proq dedi. Yana bir kishiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u kishiga aytdi. Masahila zarra kasira dedi. Ey, buni ichida misqol zarralari ko'p-ku, senga kuch-quvvat bo'ladi dedi. To'g'atmadi. Mensimaydi ba'zi birodar. Yana bir insonga xurmo berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u kishiga ham bitta xurmo berdi, bu kishiga ham bitta xurmo berdi. Ikkinchi odam aytdi, "Ya Rasululloh" dedi, "Bu xurmoni men yemayman" dedi. "Ehtiyot qilib olib qo'yaman" dedi. "Tabarruk qilaman" dedi. "Rasululloh menga xurmo berdi deb eslab yuraman" dedi. Shu sizga bog'liqdi o'zi. Xurmo berayotgan ikkalasiga ham payg'ambarimiz. Ikkalasiga ham berilayotgan narsa xurmo. Ikkalasiga ham berilayotgan bittadan xurmo. 3 ta narsasi o'xshab turibdi. Nima o'xshamayapti desa, qalbi o'xshamayapti. Uni qalbi maraz, ya'ni kasal, nargini qalbi nima dedi? Endi menga bitta xurmo berasizmi dedi. Ikkinchisi nima dedi? Rasululloh xurmo beryapti dedi. "Ya Rasululloh, buni men tabarruk qilib, ehtiyot qilib olib qo'yaman" dedi. Shuning uchun go'zallik ko'p hayotda. Go'zallikni ko'radigan ko'z kerak deydi. Yaxshilik ko'p hayotda. Uni eshitadigan quloq kerak bo'ladi. Biz ba'zi paytda qalb salomat bo'lmagandan keyin qo'l aynib qoladi, quloq aynib qoladi, ko'z aynib qoladimi? Keyin hayotda har xil narsani ko'rib, eshitib, hamma yo'q buzilib, aynib deb yuraveramiz. Asosan boshi o'zimizni qalbimiz nima bo'lgan bo'ladi? Buzilib ketgan bo'ladi. Shuning uchun hurmatli jamoat, hurmatli jamoat, biz bunday qalbimizni salomat saqlashga harakat qilaylik. Mana orqadagi rang bu devorning rangi oppoq ekan, men orqamdagi rang. Aynakni qarasangiz yoki suvni qarasangiz rangi bo'lmaydi. Qalbni poklashlikni o'zi bo'lmaydi. Qalbni salomat qilib olishlikni o'zi bo'lmaydi. Qiylanasizda g'iybatdan saqlanish kerak, falonchi pistonchidan saqlanish kerak deb buni juda ham ehtiyot qilasiz. Nimaga biz qalbni salomat bo'lishiga ehtiyot qilib harakat qilyapmiz desa, sizni qalbingiz qachon salomat bo'lib qolsa, Qur'on o'qisa ham maza qilaveradi, ehson qilsa ham maza qilaveradi, ilm o'qisa ham maza qilaveradi, yomon narsalardan nima bo'ladi? Uzoqlashishlikni boshlaydi. Shuning uchun Usmon roziyallohu anhu mashhur so'zi, qachonki sizlarning qalblaringiz salomat bo'lganda edi, Qur'oni Karimni o'qishlikdan to'ymardi yoki to'xtamardi dedilar. Demak, birinchisi hurmatli jamoat, al-fudul fit ta'am. Ovqat yeyishlikda o'ta ko'p ovqat yeyishlikka kirishib ketmaylik. Bizda hozir shunday deb birodarlar, bunday saharlikda ota-ota nima deyapti yo er xotinga, xotin eriga, aka-uka nima deyapti desa, saharlikda ko'p ovqatlar qo'yib olamiz. Oling, yeng. Roza tutasan ko'proq ye. Tuzukroq ye. 1-5 abyomga 4-7 abyomnikini solib qo'ydi aytdim oshqozonga.
Qanaqa qilib qiylanadi bu? Keyingisi birga yuradi dedi-ku, keyin nima qiladi u? Uxlaydi maza qilib. Chunki oshqozon ishlagandan keyin kalla ishlamaydi. Maza qilib uxlaydi. Ko'p ovqat yegan nima qiladi? Bir 5 yil muqaddam eshitdim. Bittasini eshitdim 5 yil oldin. Ertaman nima qilasiz desam, saharlik qilib, shu ro'zada aytdi. Saharlik qilib bitta jallovatni ochib dedi. Shuni hammasini uyda ichida yurib, o'tirib, turib bitta 1,5 litr qancha bo'ladi? 1 litr bo'ladi jallovat. 1 litr bo'ladi. 5 yil burun 1 litr edi. Shuni to'liq ichib dedi shu yergacha. Keyin ro'za tutaman dedi. O'zi oshqozonda o'ziga hamma narsadan tashqari 1 litr jallovat suvini sig'ib ketishi o'zi qiziq bo'lsa kerak menimcha. Bu hamma yo'q butganidan so'ng nima qiladi ekan? Oxirida ovqat shundayroqqa kelib qolgandan keyin to'liq ochib, uni gazi ham bor-da, u ko'payadi jallovat suvi. Hammasini to'ldirib shu yerga olib kelib, bo'ldi, endi men ro'za tutdim deydi ekanda. Mana endi men ro'za tutdim deydi. Yo'q, bunday emas birodarlar. Ro'zadan maqsad qorinni to'q qilib olib yoki kunduzi bitta odam och qolmayman, endi shu zo'r ro'za bo'lyapti degan narsa emas. Taomni kamaytirishlik qalbni ochadi. Ana kecha domla Imom Navoiy haqida masala aytib berdi. Imom Navoiy rahmatullohi alayhi talqon yegan. Oz-ozdan talqon yeb turar ekan. Imom Navoiy rahmatullohi alayhi taom yeganda nima yeydi ekan desa, talqon yeydi ekan. Shu ba'zi masalani aytayotganda bir ertakka o'xshab ketadi. Hozir bu narsa endi nima deysiz? Mavzusini aytib qo'yib ketaveramiz. Al-muhim, qalbni qoraytirib yuboradigan masalalarda eng kattasini birinchisi nima ekan birodarlar? Birinchisi nima ekan aytmaymizmi? O'zimiznikida shuncha aytmaymiz. Nima qilishlik? Ko'p yeyish. Yo, riyoda aytdik, tamom. Unaqa taom masalasi. Ko'p taom yeyishlik insonning qalbini qoraytirib qo'yadi. Ikkinchisi, ko'p ichishlik. Suvni ichadimi? Ko'p suv ichadimi? Bo'ldi, shu odamning qalbi qorayib ketadi. Keyin ikkalasi birga yuradi birodarlar. Kim ko'p ovqat yeyotgan bo'lsa, majbur, bu doktorlar bo'lsa ham o'zi jamoatimiz ham tushun bo'ldi. Majburki ko'p taom yegan odam ko'p suyuqlik ichadi, buni iloji yo'q. Chunki oshqozoniga ovqat kirgandan keyin u nimani talab qiladi? Ko'p suyuqlikni talab qiladi. Shuning uchun biz jamoatga aytamiz, hurmatli jamoat, nimaga Abu Hurayra ko'p hadis yodladi desa, Abu Hurayra payg'ambarimiz yonida yurganda och qolib ketgan. Keyin esa shu hadislarni ko'p rivoyat qilgan. Eng qisqa payg'ambarimiz bilan Abu Hurayra yurgan, eng ko'p hadisni Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan. Undan keyingi hurmatli jamoat qalbni buzib tashlaydigan amallarning biri ko'p gapirishlik. Kasratul kalam deydi. So'zni ko'p qiladi. So'z ikki xil bo'ladi. Foydali so'zni qancha gapirsangiz muammo yo'q. So'z foydali bo'ladigan bo'lsa gapiravering. Mana boyagi suhbatlashdik, o'tirib olib 1 soat, 1,5 soat, 2 soat suhbatlashdik, muammo yo'q. Chunki hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yaxshi so'zni gapirishga buyurgan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul. Yaxshilikni gapirsin. Avil yasmut. Undan keyingisi qo'lidan kelmasa jim tursin degan. Ba'zi insonlarda teskarisi kuzatiladi. Yomonlikni xohlagancha gapiradi. Bekorchi so'zni xohlagancha gapiradi. Yaxshilikdan gapirib qo'ying desachi, jim bo'lib qoladi. Duo qilib bering desa, jim bo'lib qoladi. Oyat aytib bering, hadis aytib bering, bir tarixda bo'lgan yaxshi voqeadan aytib bering desa nima bo'lib qoladi? Jim bo'lib qoladi. Bekarchi odam hali tarixda bekarga aytilmaganda qozonda bori cho'michga chiqadi deydi-yu. Undan keyingisini aytyapmiz, hurmatli jamoat. Kasratul kalam. Yana bir qoida bor. Qaysi insonning so'zi ko'paysa, mana shu insonning xatosi ko'payadi. Qaysi insonning bekorchi so'zi ko'paysa, mana shu insonning nimasi ko'payadi? Xatosi ko'payadi. Bekorchi so'z mumkin emas, lekin til ishlashdan to'xtamaydi. Eng qamoqqa haqli narsa hayotda til ekan. O'zi bitta 32 ta ahramaz bor. Qarab turadi, qo'riqlab turadi. Quloq ikkita. Alloh taolo Qur'oni Karimda alam naj'allahu aynayn, ikkita ko'z berdik, va lisanan, bitta til va shafatayn, ikkita lab berdik deydi. Bir dona tili bor. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilarki, suyak yo'q ikkita narsa. Kim ikki jag'i va ikki oyog'ini o'rtasidagini kafolatini bersa, men unga jannatni kafolatini beraman dedilar. Kim shuni kafolatini bersa, jannatni kafolatini beraman deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Undan keyingi hurmatli jamoat, buni har birlarini biz juma bayonlarida aytganmiz, faqat unvon mavzu qilib aytib qo'yaman qisqartirib. Undan keyingisi kasratun naum deydi, ko'p uxlashlik. Qanday qilib roza tutyapsiz desa, ertaman saharlik qilyapmiz, kechga uxlab olyapmiz, iftorlikni qilyapmiz deyapti. Yashang deyish kerakmi?
Ramazon oyi qayta shuni jamoatga aytyapmiz. Ana och qolib ketadigan oy emas. O'zini och qo'yadigan oy emas. Ramazon ibodat qiladigan oy. Alhamdulillah, shu doim maylisga ham kelmagan so'kish eshitmay kelgan so'kish eshitadi deydi. Biz jamoatimizga sizlar shundaysizlar demoqchi emasmiz. Sizlar kelib o'tiribsizlar. O tunda soat 1 bo'lib yotibdi. Namozni kutib turibmiz, zikrda bo'lyapmiz, ibodatda bo'lyapmiz. Davom etishlik uchun va eslatma bo'lishlik uchun aytyapmiz. Ko'p gapirishlik insonning haybatini olib qo'yadi. Inson savobini olib qo'yadi, qalbini qatirib qo'yadi. Ko'p yeyishlik ham xuddi shunday, ko'p ichishlik ham xuddi shunday va shularning qatorida ko'p uxlashlik. Lekin ba'zi bir odamlarga nasihat qiladik, uxlab olsanglar yaxshi bo'ladi. Mana bu yerda ham ulamalarimiz bir so'zi bor. Ba'zi inson kam uxlaydi hayotda, lekin o'yg'oq paytda umuman hech kimga foydasi yo'q. Ba'zi inson kam uxlaydi hayotda, uyg'oq paytda faqatgina zarar bilan shug'ullanadi. Zarar bilan shug'ullanadi. Shu odamlarga nasihat qilamiz, uxlovchi deymiz. Uxla. Nimaga? Uni uyg'oqligi zarar. Yo diniga, yo dunyosiga, yo boshqasiga zarar beradi. Qo'shning bir ahmoq qo'shni bor. Uxlaganda jim bo'ladi, tinchiydi. O'zi umumiy olganda birodarlar, uyquni ko'pligi qaytarilgan. Lekin qaysi inson uyg'oq paytida yaxshi xizmat, yaxshi harakat qilmasdan gunoh qilib qo'ysa, o'ylanadida WhatsAppdan kirishni boshlaydi. Hozir deb hamma qizlarga yozib tashlaydi. Video ko'radi, surat ko'radi, boshqa qiladi. Buni nimasi yaxshi? Uxlovga deyishdi. Davay, sen uxla. Nimaga? Uyg'oqlik paytida nima qilib qo'yapti? Ko'p gunoh qilib qo'yapti. Undan keyingi hurmatli jamoat, nima uchun bizi qalbimizda masalan Qur'on o'qiganda, namoz o'qiganda yoki boshqa bir ibodat bo'lganda sekin-sekin e'tibor bersalar, ham amalul qulub deb gapiryapmiz. Buni ustidagi o'zi mavzusi tazkiyatun nafs. Biz nafsimizni poklayapmiz birodarlar. Roza tutib nafsimizni poklayapmiz. Namoz o'qib nafsimizni poklayapmiz. Qur'on o'qib nafsimizni poklayapmiz. Zikr qilib nafsimizni poklayapmiz. Qancha nafsimiz poklansa, faqatgina Alloh taologa yaqinlashamiz. Mana shu ham tazkiyatun nafs deyiladi, nafsni poklashlik, ham qalblarni to'g'rilashlik. Inshaalloh mana bugun 2-kun, ro'zani 22-kunimi shunday davom etsa, hali qadr kechasi ko'rasizlar. Yoki Ramazonning oxirida ko'rasizlar. Insonning qalbi ancha ochilib qoladi, ibodatlarda yengil qilishni boshlaydi. Nimaga ibodatda qiynaladi odam? Qalb, haligi qalbni buzadigan mufsidatul qulub deydi, qalbni buzuvchi narsalar bilan to'lib ketgan. Lekin biz shu Ramazon oyida qalbimizni poklab olsak, o'zimizni bir tozalasak, gunohdan va g'illu-g'ash yomon narsalardan tozalab olsak, haligi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, Bilal bir ozon aytmaysizmi? Namoz o'qib mazza qilaylik deydi. Ozon ayting deydi. Arihna biha ya Bilal. Ey Bilal, siz azon ayting. Biz esa namoz o'qib mazza qilaylik deydi. So'nggisi biz ham jamoatimizga aytdik, hurmatli jamoat, mana namoz o'qiyapmiz, ko'pchiligimiz, hammamiz inshaalloh namozni 10dan 1ni o'qiydi, 10dan 2sini o'qiydi, 10dan 3, 10dan 4 degan hadis bor. To 10dan 10gacha namoz o'qiladi deydi. Shu namozlarimizda ruku qilganimizda mazza qiladigan darajaga erishaylik. Sajda qilganimizda mazza qiladigan bir halovat topib, lazzat topadiganga yetaylik. Qachonki qalbimizni toza qilsak, shunda yetamiz birodarlar. Shu qalbni poklashga harakat qilaylik. Qalb juda nozik narsa ekanda, ko'rinmagan gunoh bilan buzilib ketadi deydi ba'zi ulamolar. Yo'lda ketyapti, ko'zi burgut, nariga 25 metr nariyada bittasi turibdi. Uni ko'rib turganini hech kim ko'rmayapti Allohdan boshqa. 2 marta yaxshilab qarab qo'ydi. Bo'ldi gunoh. Qalbda bitta joyga nuqta bo'ldi-da. Bittaylarni ko'chada unaqalar. Menga o'xshagan ham bitta emas, unga o'xshagan ham bitta emas-da. Qaraydigan, qaraladigan ham. Gapni ichida bitta g'iybat ketib qoldi. Gapni ichida bitta yolg'on ketib qoldi. Gapni ichida emas, o'zini ichida birovni yoqmayapti shu. Qalb buziladi birodarlar, qalb qorayadi. Keyin Allohu akbar deb namozni boshlaymiz. Ta'sirlanmaydi. Sababi eng kerak nuqta buzilib qoldi-da. Eng kerak nuqtamiz buzilib qoldi. Shuning uchun biz jamoatga qayta inshaalloh shu mavzuda aytishga harakat qilamiz. Qalbni poklaylik, qalbni poklaylar. Fasatazkuruna ma aqulu lakum deydi. Men aytgan so'zni eslaysizlar inshaalloh. Qalbingizni poklang. Qalb poklanishdan oldingi namoz bilan qalbingiz pok bo'lgandan keyingi namoz 20 osmoncha farq qiladi. Shuning uchun qalbni poklashga harakat qilamiz. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika va ta'atik.
Va ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinika va ta'atik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu qalblar Alloh taoloning qo'lida dedilar. Yuqallibuha kayfa yasha. Alloh o'zi xohlagan tarafga o'zgartirib yuboradi dedilar. Va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning eng ko'p qilgan duolari ya muqallibal qulub. Ey qalblarni o'zgartirib turuvchi zot. Ey qalblarni o'zgartirib yuboruvchi zot. Sabbit qulubana ala dinika va ta'atik dedilar. Bizlarni qalblarimizni o'zingni diningga va o'zingni toat ibodatingga bur dedilar. Senga ibodat qiladigan, senga itoat qiladigan qalblarni qilib qo'y dedilar. Robbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana va hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Oyat karimada Alloh taolo Robbana la tuzigh qulubana. Ey Robbimiz qalblarimizni zaif, ya'ni adashishlikka qilmagin. Qalblarimizni adashtirmagin. Ba'da iz hadaytana. Bizga o'zing hidoyat berganingdan so'ng bizni qalblarimizni adashtirmagin. Alloh taoloning tushirgan oyati va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam eng ko'p so'ragan duolari ya muqallibal qulub. Biz ham Alloh taolodan so'raymizki, qalblarimizni Alloh taolo ala dinika va ta'atik, o'zini diniga, o'zini toatiga, ibodatiga mahkam bo'ladigan qalblardan qilsin. Qalban saliman dedi. Yawma la yanfa'u malun va la banun illa man atalloha biqalbin salim. Qiyomat kunida faqatgina salomat qalb najot topadi dedilar. Alloh taolo hammalarimizga ham salomat qalb bersin. O'ziga zikr qiladigan qalb bersin. O'ziga zikr qiladigan, o'zini zikr qiladigan tillardan bersin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.